Qonunlar ma'qullanadigan Senat binosi 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil topganligining 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir tufayli harbiy kuy-qo'shiqlarga to'ldi. Tantanali tadbirda harbiy sohada olib borilayotgan islohotlarga alohida to'xtalindi. Hozirgi tinch osuda yashashimiz uchun vatan himoyasi yo'lida jonlarini fido qilgan harbiylar yod olindi. Mamlakatimizning mustaqillik ostonasida Farg'ona, Bo'ka, Parkent voqealarida tashqi kuchlar qo'zg'atgan nizolar, 1999-yilgi portlashlari hamda 2000-yilda Sariosiyo va Uzun tumani tog'laridagi shiddatli janglar davlat yaxlitligini himoya qilishda og'ir sinov bo'ldi. Ushbu tahlikali yillarda qurolli kuchlarimizning mard ofitser va askarlari dushman o'qiga ko'kragini qalqon qilib, vatan qasamyodiga sodiq qoldilar. Jang maydonlarida yuzlab o'g'lonlarimiz tinchlikni saqlash yo'lida qahramonlarcha halok bo'ldilar. Xotiraning rangi moviy, zangor osmon ranglidir. Vatan uchun jon berganlar qadri doim shonlidir. Ona vatan bayrog'ida oy yulduzlar mangudir. Mana shunday porloq davron bo'lgan o'g'lonlar, mana shunday porloq davron bo'lgan o'g'lonlar. Bugungi qurolli kuchlar tom ma'noda davlat mustaqilligi, chegaralarning daxlsizligi, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ta'minlashning chinakam kafolatiga aylanib bormoqda. Muhtaram prezidentimiz murojaatnomada vatanning xavfsizligi to'g'risida gapirayotib aytdilarki, milliy birlik kerak bizga. Qanday birlashadi millat? Meni nazarimda millatni birinchi birligini sababchisi bu harbiylarimiz. Agar bizning harbiylarimiz bir tanu bir jon bo'ladigan bo'lsa, shu vatanni sidqi dildan prezidentimiz aytgandek, chin dildan sevib jonini fido qiladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, millat o'z-o'zidan birlashadi. Bir paytlar bizniki mana shu paxta terib yuradigan paxtakor armiya edi. Armiya paxta terishi mumkinmi? Borardik o'sha paytda, o'sha paxta terim paytida borib, ular bilan uchrashib, she'r o'qib, qo'shiq-qo'shiqlar aytib kelardik, lekin qaytishda yuragimiz to'la qayg'u bilan qaytardikki, bolalarning ahvolini ko'rib. Mana prezidentimiz nafaqat armiyani, maktabni, umuman jamoatchilikni paxta dalalaridan olib chiqdilar va bu narsa mana 5-6 yilda o'zini natijasini berib, qarang, hamma sohada birdaniga xuddi tushuvdan qutulgandek ilgarilash, yuksalish ketdi. Ona vatanimiz oldida jonimizni ayamagan holda har doim vatanimiz uchun xizmat qilishdan to'xtamaymiz. Senator bilan bo'lgan muloqotda mana shu xulosaga keldim.